Yangi chiroyli bitgan sanuzil mana bunaqa rasvo holatda ko'rganmisizlar? Esingizda bo'lsa 3-4 oy oldin mana shu chiroyli qilib top-toza qilib obzor qilib berdik. Mana o'rtoqlar fugalariga, atlas fugalardan ishlatib ranglarini keltirib, zabardast baquvvat sayqallarini ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yerda hozir tushuntiraman, ungacha mana bu joylarni ko'ringlar, eshiklarni. Vashi boshqacha, abdan ichkali. Mana eshigini qaranglar, qaranglar. Voy dot! Mana bunga necha, mana bunga qaranglar. Shiq. Bunaqasini lekin endi ko'rishim. Nima firma bu? Bacino Bitik Bibi Combo. Tushunmadim, xullas o'qolmadim. Hop. Maslahatimizni sanuzil qilyapsizlar, qurilish qilyapsizlar. Ventilyatsiyonni esingizdan chiqazmanglar. Ventilyatsiyonni qilib ketinglar. Mana bu yerda biz improvizatsiya qilamiz. Mana bu yerda yengil, akkuratniy dumaloq teshib yuborildi. Mana bunaqasiga noshilanka bilan o'tadi. Bu yoqdan mana bu yerda shaxtaga ulab yuborilyapti. Shuning uchun o'rtoqlar qurilish qilayotganlarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Kabel xizmatlari kerak bo'lsa, shaxta servisga murojaat qilaverasizlar. Mana shunaqa temalar esingizdan chiqib ketmasin. Endi baribir hammom bo'lgandan keyin, to'let bo'lgandan keyin har xil bo'ladi-yu. Kerak o'rtoqlar. Shuning uchun videoni saqlanib qo'yinglar. Esingizdan chiqmasin lekin. Kerak bo'ladi.